Bugun biz sizlarga geodeziya va kartografiya sohasida inqilobiy mahsulotni taqdim etamiz. Meridian M20L High Precision Laser RTK. Meridian M20L kuchli shovqinga qarshi himoyasi, uzoq muddatli ishlash quvvati va 100 metrgacha bo'lgan o'lchov masofasi bilan muhandislik geodeziyasi va geofazoviy ilovalar uchun yangi mezon o'rnatadi. U uzoq masofali yuqori aniqlikdagi lazer o'lchash tizimi hamda lazer nuqtasining joylashuvini aniqlashga yordam beruvchi yordamchi kamera bilan jihozlangan. Eng uzoq o'lchov masofasi 100 metrgacha yetadi. Bu esa sizga yetib borish qiyin yoki xavfli joylarda aloqa qilmasdan aniq o'lchovlar olish imkonini beradi. M20L qurilmasi oraliq resetsion o'lchov funksiyasiga ega bo'lib, o'lchov aniqligini yanada oshiradi. M20L pastki qismida yuqori aniqlikdagi kamera bilan jihozlangan bo'lib, u kengaytirilgan reallik texnologiyasiga asoslangan haqiqiy vaqtli joylashtirish (stackout) funksiyasini ta'minlaydi. Bu foydalanuvchiga belgilangan nuqtaga real vaqt rejimida yo'naltirishni ko'rsatadi. Natijada joylashtirish (stackout) jarayoni ancha aniq va ishonchli bo'ladi. Bundan tashqari, M20L yuqori aniqlikdagi IMU tizimi bilan jihozlangan. An'anaviy qurilmalari bilan solishtirganda, M20L lazerli va kontaktli o'lchovlarni markazlashtirish pufakchasiz, buble amalga oshiradi va 120 gacha ogish burchaklariga ruxsat beradi. M20L quyidagi global navigatsiya tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi: BITS, GIPS, GLONASS, Galileo, QIS va SPAS. Uning 7408 ta kanali keng qamrovli GINS signalini qabul qilish imkonini beradi. U ko'p turdagi radio protokollarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa global bozorlardagi turli ish sharoitlariga moslashish imkonini beradi. Asosiy Meridianning protokolidan tashqari, u quyidagi radio protokollar bilan ham mos: Transeot, Trimtalk, Soch, Satel, Trimmark I va Trimtalk 450X. Bazaviy stansiya bilan ulanadigan konfiguratsiyalar tavsiya etiladi. Base baza M20L rover sifatida. 5+ baza M20L rover sifatida. M20L yuqori moslashuvchanlikka ega bo'lib, 3-tomon bazaviy stansiyalari bilan ham ulanishi mumkin. Trip ulanish rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Bu orqali tarmoq tors tizimlariga ulanib, uzoq masofalarda ham yuqori aniqlikdagi o'lchovlar olish mumkin. Shuningdek, PIP Precise Point Positioning rejimini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa fizik bazaviy stansiyasiz ham santimetr darajasidagi aniqlikni ta'minlaydi. Bu esa murakkab geodezik sharoitlar uchun juda qulay yechimdir. M20L yuqori aniqlikdagi lazerli GINS sizga samarali va yuqori aniqlikdagi o'lchovlarni amalga oshirishga yordam beradi.